Endi keyingi mavzuyimiz huruful maani. O'zi harflar ikkiga bo'linadi. Huruful hijaiya va huruful maani. Huruful hijaiya degani hijoi harflar degani. Ya'ni alif, ba, ta, sa, jim, ha, holar huruful hijaiya deydi. Bularda ma'no yo'q bo'ladi huruful hijaiyalarda, lekin huruful maani degan narsalar ham bor. Huruful maani mustaqil ma'no anglatmaydi, biroq gapda ma'no yasash uchun ana o'sha bizga yordamchi so'zlarga to'g'ri keladi. Uchun, bilan va mana shu ki yoki bo'lmasa albatta degan narsalar beradi, ma'nolar beradi. Bular o'sha huruful maani, ma'nosi bor, lekin mustaqil ishlatilolmaydi olmaydi. Xolos, bular bir aybi. Mana shular huruful maani deyiladi. Endi huruful hijaiyalar desa, boya aytganimdek, bular alif bo harflari. Bularning turkumlari bor. Bularni ya'ni masalan biz ba'zilarini ko'rib chiqqan bo'lishimiz kerak. Jar harflari, huruful jarri. Masalan, huruful jarlar qaysilar desa, min, ila, fi, ala, an, bi, li 17 ta huruful jarlar bor. Yordamchi so'zlarga to'g'ri keladi. Atf harflari masalan, huruful atf tavobelarda o'tdik atflarni vav, av, thumma, bal bog'lovchilarga to'g'ri keladi. Jazm qiluvchi harflar mana hozir o'tayapmiz. Bundan oldingi darsda o'tdik shekilli. Bundan oldingi nimada o'tdik? Buni hozir emas. A1da bor edi. Lam, lam nahiya, lamma, ya'ni jazm qilib beruvchi 16 ta harf bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzr 16 debman. 16 tasi ham emas, ism ham bor uning ichida. Lam, lam nahiya, lamma, hop, lilar bor misol uchun. Fe'lni jazm qilib beradigan harflar. Bularni huruful jazm deyiladi. Ya'ni bulardan keyin fe'l kelsa sukun holatda keladi. Hurufun nasb bulardan keyin kelayotgan fe'l fatha holatda keladi. An, likay, hatta, masalan, uridu an azhaba misol uchun. Likay yakhruja chiqish uchun. Inkor harflari hurufun nafi, la, ma, la, ta, ma zahabtu bormadim, la azhabu bormayman, shu kabi. Savol harflari huruful istifham, hal bilan a bor bu yerda, m degan ma'noda. Ta'kidlovchi harflar inna, anna, qod, laqad, albatta degani bularni ko'pi. Albatta batahqiq degan ma'noda. Shart harflari huruful shart, in agarda, mahma, law agarda, ammo, mana shular kabi so'zlar bor. Bular shart qilib beradi. Ajablanish hurufi ta'ajjub bor. Ma af'ala ya lahu min. Ma af'aladagi ma'larni aytyapti. Ya lahu minlar, ya'ni ajablanadi. Ma af'ala vaznida ma ajmala. Masalan, qanchalik chiroyli bo'lishligi mumkin. Istisno harflari huruful istisna, illa, illodan bo'lak, g'oyru, sivadan bo'lak degani. Nido harflari hurufun nida, ya, ayyuha, ayyatuha kabilar. Xo'p, endi bu umumiy, hozir buni hammasini yodlab olmaysiz. Biz birma-bir o'tamiz buni. Endi ko'rib qo'yaverasiz. Asosiy maqsad hozir buni yodlang hammasini degan emas, ko'rib qo'ydingiz. Endi bir chekkadan buni boshlashimiz kerak. Birinchisi nima demak? Ahruful javob, javob harflari. Ya'ni biror bir narsada savol berilsa javob beramiz. Agarda biz musbat javob bermoqchi bo'lsak, ha deb mana bulardan ishlatamiz. Demak, biz ko'pini biladiganimiz na'amni bilamiz xolos bu yerda ko'pi. Ko'pincha balayam, ajalam, joyiram, jalalam, iyam hammasi ha degan ma'nosi bor ekan. Yo'q desak lani bilamiz xolos. Yo'qda kalla ham bor. Endi bularni qanday ishlatamiz? Hal anta talibun? Na'am ana talibun. Sen talabamisan? Ha, men talabaman. Hal anta mudarrisun? Ana mudarrisun. Na'am bilan bir-biri bilan ma'noviy bog'liq bir xil ishlatilaveradi. Hal tusa'iduni? Menga yordam berasanmi? Joyir. Vallohi la usa'iduk. Albatta, Allohga qasamki, men senga yordam beraman. Bu joyir ko'pincha qasamdan oldin keladi yoki bundan keyin qasam keladi. Shunda joyir ishlatiladi. Hal zahaba Ahmad? Ahmad ketdimi? Ajal, jalal, zahaba. Ha, ketdi albatta. Bu ham ajalam, jalalam na'amga sinonim bo'laveradi. Alasta mudarrisan? O'qituvchi emasmisan? Bala. Yo'q, men o'qituvchiman degan. Emasmisan degan ma'noda agarda savol inkorda berilsa baladan foydalanadi. Ya'ni emasmisan, agarda emasmisan deganda na'am qilib qo'ysa, ha men emasman bo'lib qoladi. O'sha men biror narsa emasman deb qo'ymaslik uchun yo'q, men o'qituvchiman deyapti. Sen o'qituvchi emasmisan desa, yo'q, men o'qituvchiman. Na'am ishlasa teskari ma'no bo'lib qoladi. Ha, men o'qituvchi emasman bo'lib qoladi. Xo'p, inkorda esa la
Aqra'tal kitaba, kitob o'qidingmi? La, yo'q. Ma qara'tuhu. O'qimadim. Alaysal mudarrisu so'aban? Uzr. Alaysa darsu so'aban? Dars qiyin emas ekanmi? Kalla, albatta yo'q. Albatta unda emas degan. Kalla unda emas. Laysa so'aban bo'ladi. Hop, bu yerda ma'noviylarni pastga xohlaganingizni bu yerga qo'yasiz. Bir-biriga o'rniga tushib qolishligi mumkin. Shuning uchun almashtirib qo'yishingiz mumkin bu yerda. Hop, bizda matnimiz bor ekan.